uzoq yurtlarda safarga ketgan xuddi bir bug'doyni boshog'iday sochilgan butun dunyoda yurgan o'zbek musulmon birodarlarimizni Xudoy taolo safarni bexatar qilgan. Sog' salomat vatanga kelsin. Parvardigor oralarimizda bemorlar bor. Shifoi karamingdan shifoi komil ato qilgin. Oralarimizda farzand umidida turgan insonlar bor. Xudoy taolo solih va soliha farzandlar ato qilgin. Parvardigor oralarimizda ey Xudo, men ham bir kun elni yig'ay, bahol qudrat oshinon beray, polvonlardan duo olay deganlarni ham Xudoy taolo talabini, istagini, maqsadini o'zing hosil qilgin. Ey Parvardigor, bu yurt shunday yurtki, Alloh taoloning nazari tushgan yurt. Bu yurtning shukronasini har damda qilishimiz kerak.